لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, inshaalloh bugungi suhbatimizda hajga ketayotgan odam u uydan chiqishdan oldin o'zi nimalarga e'tibor berish kerak, yo'llarda nimalarga e'tibor qilish kerak, asosan shu safar oldi nimalarga e'tibor berish kerak mavzularda inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda bu kitoblarimizda keltirayotgan narsa, hajga ketayotgan odam niyatini to'g'rilasin. Niyati xolis bo'lsin. Ya'ni Alloh taoloning roziligi uchun bir gunohlardan forig' bo'lib kelaman, gunohlarimga tavba qilib kelaman degan bir holatda, yaxshi niyatlarda yo'lga chiqishlik kerak. U qandaydir riyokorlik, falonchilar ko'rsin, falonchilar eshitsin yoki bir faxrlanish, falonchilar hojaka desin yoki hojona desin degan aslo bunday narsalarni niyat qilmaslik kerak. Chunki niyat eng muhim ish hisoblanadi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda aytadilar, innamal a'malu binniyat dedilar. Ya'ni amallar niyatga qarab bo'ladi. Niyat qanday bo'ladigan bo'lsa, amal ham xuddi shunday bo'ladi deyilgan. Demak, birinchi qadamda, ya'ni safarga otlanishdan birinchi navbatda hoji odam niyatini chiroyli, yuqorida aytgandek yaxshi niyatlarni qilib yo'lga otlanish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, kitoblarimizda keltiradilar, shu safarga ketishdan oldin kimga agar zulm qilgan bo'lsa yoki kimni ko'nglini og'ritgan bo'lsa, ularni rozi rizochiligini olib, ularni xafa qilgan bo'lsa, ularni xursand qilishga harakat qilish kerak. Masalan, ba'zan birozlar bilan arazlashib qolib, bir qancha muddat gaplashmay yurishlar holatlari bo'lishi mumkin. Bunaqa arazlashganlar bilan o'rtani isloh qilish kerak. Silay rahmlarni uzgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta silay rahmni bog'lash kerak bo'ladi. Shu ming ayb ulardan o'tgan bo'lsa ham, ayb u tomonda bo'lsa ham, siz borib ulardan, ya'ni uzr so'rab, ularga salom berib, chiroyli holatda shu safar oldi turibmiz, o'rtamizda shunaqa holatlar bo'lib qolgan bandachilik bilan, endi kechiring deb ayb garchi ularda bo'lsa ham bir kechirimlar so'rab o'rtani isloh qilib olish kerak. Nima uchun deyilsa, chunki bu hajga ketayotgan odam nihoyatda tabarruk, bir ulug' makonga ketayotgan bo'ladi. U yerda Madina Munawvara, Makka Mukarrama va boshqa va hokazo joylarda duolar shak shubha inshaalloh ijobat. Shunday joylarda silay rahmni uzganlarning duolari ijobat bo'lmasligi mumkin degan bir gaplar ham bor. Shuning uchun albatta birovlarning ko'nglini og'ritgan bo'lsa, ularni xursand qilib, u silay rahm uzilgan bo'lsa, ular bilan borib silay rahm bog'lab, garchi borsangiz u sizga undan yuz o'girib ketib o'radigan holatda ham siz o'zingiz vazifangizni qilib, voy deb shu yuqorida aytilgan gaplarni gapirib aytsangiz, garchi u uzringizni qabul qilmasa ham, lekin sizni yuzingiz yorug' bo'ladi inshaalloh, siz zimmangizdagi vazifani bajargan bo'lasiz. Bu joydagi tabarruk joylardagi ibodatlaringizga nuqson yetmaydi inshaalloh. Keyingisi, bu haj ziyoratiga ketayotgan kimsa zimmasidagi qarzlardan ham qutulishga albatta harakat qilish kerak. Ya'ni birovlardan olgan summalari bo'ladigan bo'lsa, ularni berib, albatta zimmadagi qarzlardan qutulgan holatda borishlik kerak bo'ladi. Endi mana shu joyda bir masala bor. U qarzi bor odam umuman umra yoki hajga bora olmaydimi degan masalada ulamolar aytadilarki, yo'q, u sizga pul bergan odam, sizga qarz bergan odam, agar sizni haj yoki umraga borib kelishligingizdan u norozi bo'lmasa, ya'ni ba'zilar aytadi-da, shu hajga borishi o'rniga menga qarzingni bersang bo'lmaydimi? U birinchi qarzimni qanchadan men so'rayapman, bermaysan, lekin hajga ketyapti bu odam degan bir kayfiyat bo'lmasligi kerak bunda. Misol uchun, masalan, hajga pul yetmay qolsa, ozmoz qarz so'ragan bo'lsangiz, u bilib turibdi o'zi, hajga so'rayapsiz, u rozi o'zi, yoki masalan boshqa odamlar bilan muomalangiz bor, hajga ketyapman deyapsiz, u rozi, bemalol borib kelavering, kelganingizdan keyin bu qarzingizni uzasiz deb turib, u rozi bo'lib turibdi sizni hajga, umraga borishligingizga. Bunaqa holat bo'lsa, haj, umraga qarzdor holatda borsa ham bo'ladi. Lekin imkoniyati bo'lsa, albatta shu narsalardan ham qutulib borgani afzal va bu dinimizda talabi hisoblanadi. Keyingi masala, hajga ketayotgan odam kunlik iste'mol qiladigan dorilar bo'lishi mumkin. Ba'zilarda shunaqa bemorliklar bor.
shunaqa dorilar iste'mol qilib turadi. Dorilarni albatta olish kerak. Chunki u yerda shifokorlar bo'ladi, lekin shifokorlarda asosiy tez tibbiy yordamga tegishli dorilar bo'ladi asosan ularda. Sizni aynan bemorligingizga xos dorilar topilmasligi mumkin yoki topilsa ham ularda bo'lmasa ham tashqaridan u Saudiyani o'zidan oladigan bo'lsangiz qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun kamida haj mavsumi 1 oy bo'ladi. Shu 1 oy va undan ko'proqqa yetadigan o'zingiz zaruriy shu dorilaringiz yoki ichadigan bir muolajangizga sabab bo'ladigan narsalarni o'zingiz bilan olishingiz zarur bo'ladi. Keyingisi, xo'p, hajga jo'nashdan oldin unaqa katta ziyofatlar, dabdaba, unaqa faxrlanish, unaqa narsalarni aslo qilmaslik kerak. U aeroportga ketish asnosida ham xuddi kiyov-navkarga borgandek bir nechta mashinalar bilan, avtoulovlar bilan bormaslik kerak. Chunki juda ham katta bir ibodatni oldida turilibdi. Bunga unaqa dabdaba, manmanlik, faxrlanish bo'ladigan bo'lsa, u ibodatimizni savobiga nuqson yetib qolishi mumkin. Endi 1-2 odam bir yordamchilar yuklarni ko'tarib, shu avtoulovda, bitta avtoulovdami bir olib borib qo'ysa, shu bilan kifoya qiladi. Unaqa dabdabaga aslo yo'l qo'ymaslik kerak bo'ladi. Yana bir narsa, e'tibor beriladigan narsa, hajga ketadigan odamni yoki umraga ketadigan odamni qattiq charchatib qo'ymaslik kerak. Bizda shunaqa bir urf bor. Shu hajga ketadigan odam bilan hamma kelib xayrlashadi. Yaxshi, u xayrlash kerak. U hajga ketadigan odam ham boshqalardan duo olish kerak, lekin u charchab qolmaslik kerak. Chunki buni oldida juda katta ibodat turibdi. Imkon bo'lsa, shu xayrlashlarni 1 kun, 2 kun oldinroq hamma bilan tugatib, keyin bir yaxshi damlarni olib, bir quvvat bilan u tomonga otlanish kerak. Bu joyni o'zida charchab, qiynalib, u bir necha soatlik uzoq yo'lga charchagan odam yana safarga chiqib, u joylardagi ibodatlarda qandaydir holsizlanib qolish holatlari bo'lmasligi uchun albatta yaxshi dam olib keyin yo'lga chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, shu mehmonlarni 1 kun oldinroq ular bilan xayrlashib olish kerak edi. U o'zi bilan o'zi shug'ullanib safarga tayyorgarlik qilish kerak. Dam oladi yoki boshqa safar anjom asboblarini hozir qilishligi kerak bo'ladi. Endi uydan chiqishdan oldin mana kitoblarimizda keltiryaptilar, albatta bir 2 rakat namoz o'qib, Alloh taolodan so'rab, bu namozlar qanday o'qilishi, qanaqa zamsuralar qilishligi, bu har bir hojini qo'lida kitoblar bor. U kitoblarda keltirilgan. Bir 2 rakat nafil namoz o'qiladi, kamida bo'lmasam 4 rakat. Shuni o'qib, Alloh taolodan bu namozdan keyin so'rab, Allohim, juda katta bir safar boshida turibman, o'zing qabul qilgin, o'zing yordam bergin, o'zing madadkor bo'lgin, o'zing yengil qilgin, shu gunohlardan forig' holatda shu katta bir mukofotlar bilan, jannat mukofotlari bilan men o'zimni vatanimga kelmoqligimni o'zing nasib qilgin deb, o'zingiz bir qalbingiz to'rdagi narsalarni Alloh taolodan so'rab safarga chiqishlik, bu ham bir afzal ishlardan hisoblanadi. Keyin shu albatta safar ketayotgan odamda shu sumkalari bo'ladi, chamadonlar bo'ladi. Shu narsalarga albatta ism shariflarni yozish kerak. U o'zingiz ismi sharifingiz, qayerdanligingiz, misol uchun u qaysi tuman yoki qaysi shahar, rasmlaringiz, suratlarni chiroyli holatda yopishtirib qo'yilsa, tushib ketmaydigan qilib mahkamlab qo'yiladigan bo'lsa, shu juda ko'p joyda yordam bo'ladi u. Masalan, safar asnosida ba'zilarning so'mkasi yo'qolib qolgan bo'ladi-da, u yotadi atrofi, kimning so'mkasiligini bilmaysiz. U so'mkaning tashqarisida hech qanday alomati yo'q, so'mkaning egasi kimligi yoki uni hech qanday bir surati yoki qayerdan kelganligi yoki qaysi yurtning vakilligini bilinmaydi. Bunday bo'lsa, demak so'mka yo'qolib qolgan paytlarda ham buni topish nihoyatda qiyin bo'ladi. Agar siz o'zingizga pishiq bo'lib, uni chiroyli holatda so'mkaga u kimning so'mkasiligini aniq qilib bir ifodalab qo'ygan bo'lsangiz, u qachon o'zi yo'qolmaydi, lekin yo'qolgan taqdirda ham u albatta o'z egasini topadi. Chunki u kim ko'rsa ham uni manzili aniq, uni bir pasda egalariga topshirishni harakatini qiladi. Demak, bu narsaga ham alohida e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Keyin safar ketish asnosida unaqa og'ir yuklarni olmaslik kerak. O'zi qo'lda deydi 8 kilodan ortiq bo'lmaslik kerak deydi. U chamadonda ham bagaj deydi, bagajga topshiradigan yuklarda shu 25 kilodan ortiq yuk bo'lmaslik kerak. Agar buni ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, bu joyni o'zida ham o'z tashvish, u har bir kilosiga bir qancha dollardan pul olishi mumkin. Yoki u joy safargadan qaytishda ham bu muammo bo'ladi. Shuning uchun bu maqsadimiz ibodat qilishga borilyapti. Shu Alloh taoloning roziligi, gunohlardan forig' bo'lib kelish, bu jannat mukofotini olib kelish uchun borilar ekan,
demak bu biz unaqa asosan yuk bilan bormasligimiz, tijoratchi emasmiz, savdogar emasmiz. U quvvatli kuchimiz yetgungacha so'mkalarni og'ir qilib yukni u tomonga olib borib yoki yukni bu tomonga olib keladigan odam emasmiz. Shuning uchun qayerga ketayotganimizni aslo unutmagan holatda yuklarimizga alohida e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Keyin yana bir masala shu joyda, Saudiya Arabistonga borilgan paytda yo'lingizdan shu sim karta oling deb takliflar chiqadi. Bepulga sim kartalarni oling deb takliflar bo'ladi. Bularga ham aslo e'tibor qilmaslik kerak. U ming bekarga degan taqdirda ham olmaslik kerak. Chunki ba'zi bir sim kartalar bor, ularda antenna chiqmaydi, yaxshi ishlamaydi, shunaqa nihoyatda o'zi qiynaydi keyin u. U sim kartalar ham Saudiyaga kirgandan keyin sanoqli beriladi. Har bir odamga ba'zan bitta beriladi, ba'zan ikkita beriladi. U bitta olsangiz u ishlamaydigan bo'lsa, shu bilan siz safar davomida boshqa sim karta ola olmasligingiz mumkin. Siz nomingizga bermaydi. Shuning uchun u sim karta olishlarda albatta o'zi 50 boshilar bilan maslahat qilib, bir mehmonxonalarga o'rnashib olgandan keyin shu ish bilan shug'ullanish maqsadiga muvofiq bo'ladi. Safar davomida kishi sabrni o'ziga qalqon qilib olish kerak. Chunki safar uzoq. U kamida bir oylik safar bu. U odam charchaydi, u sog'inish bo'ladi va hokazo bir qancha o'ziga yarasha mashaqqatlar bo'ladi. Yoki ba'zan shunaqa bir holatlar bo'ladiki, u sizni yoki 50 boshi yoki ishchi guruhlarni kamchiligisiz shunaqa bir noqulaychiliklar keladi. Misol uchun sizga kelayotgan avtobus qandaydir texnikangni buzilib qolish holatlari bo'ladi. Falon vaqtga ketamiz degan holat bo'ladigan bo'lsa, yarim soat, 1 soat kechikishi mumkin. Shunday holatlar bo'ladi. Mana shunday holatlarda odam hech qanday bir noshukrchilik qilmasdan doim qanaqa holatda bo'ladigan bo'lsa zikr tasbihlarni aytib, u har bir mashaqqatimga ajr bor degan maqsadda chiroyli holatda, ya'ni yuradigan bo'lsa, o'z-o'zidan unga u mashaqqatlar ham, yo'ldan chiqqan mashaqqatlar ham og'ir botmaydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bu borada Oysha onamizga aytgan bir nasihatlari bor. Innama ajruki ala qadri nasobiki, ravohu al-Imam Muslim. Imom Muslim o'zlarining kitoblarida bu hadis sharifni keltirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytganlarki, sizni bu ajringiz, savobingiz mashaqqatingizga qarab bo'ladi deganlar. Ya'ni mashaqqat qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunga agar chiroyli sabr qilinadigan bo'lsa, u ajr mukofoti ham shunga yarasha bo'ladi deganlar-da. Shuning uchun o'zi u hojilar mashaqqat qilmasin, ular qiynalmasin deb hamma sharoitlar muhayyo o'zi. Siz borguningizgacha hamma narsalar tayyorlab qo'yilgan. Sizni xizmatingizda 50 boshi u ishchi guruhi hamma muntazir. Lekin ba'zan bularga tegishli bo'lmagan holatlarda noqulayliklar bo'lib qoladi. Bunaqa paytda sabr qilib, istig'for aytib, tasbihni ushlab bemalol bir zikr tasbihlar bilan mashg'ul bo'lib turilsa, mana shu holatda o'ziga ham Alloh taolo bizga juda katta ajr mukofotlarni beradi. Keyingi yana bir narsa, safarda yurish jarayonida u uydan chiqish holatlari yoki u joyga borish yoki safarda yurish holatlarida nihoyatda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. U birovlarga qattiq gap gapirib qo'ymaslik, birovlarning ko'nglini og'ritib qo'ymaslik, g'iybat qilmaslik. U tilimiz doimo ibodatda bo'lishi kerak-da. Chunki biz nihoyatda katta ibodatda yuribmiz. Ibodat maqsadida yuribmiz. Ibodatni, ya'ni bo'sag'asida deb qo'yadi-ku, ibodatni oldida yuribmiz endi. Shunday ekan, nihoyatda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bu borada ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor. Aytadilarki, man hajja va lam yarfas va lam yafsuq kharaja min zunubihi ka yawmin waladatu ummuhu. Ya'ni kim agar haj qiladigan bo'lsa va u unaqa yomon gaplarni, haqorat gaplarni gapirmasa, fisq fujurlarni qilmasa, u gunohlardan xuddi onasidan tug'ilgandek u gunohlardan forig' bo'ladi deyaptilar. Gunohdan, ya'ni onadan tug'ilgan chaqaloqda qanday gunohi bo'lmaydi? Demak, haj mavsumida chiroyli holatda birovga ozor bermasdan, birovga qattiq gapirmasdan, birovni ko'nglini xira qilmasdan chiroyli holatda safardan qaytilinadigan bo'lsa, bu uyga kelayotganda, ya'ni xuddi onadan tug'ilgan go'dak qanaqa gunohlardan xoli begunoh bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa holatda qaytadi inshaalloh. U safarda o'zingiz bilmagan holatda shunaqa noqulayliklar bo'ladi. Bunaqa paytlarda birov sizga noto'g'ri gap gapirib yuborishi mumkin. 100% ayb u tomonda bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda ham astag'firulloh, men bu ibodatda yuribman, men eng katta farzni bajaryapman deb o'zimizni bosishimiz kerak, sabr qilishimiz kerak. Shu zikr tasbih istig'forlar bilan bu holatdan chiroyli o'tib ketishimiz kerak bo'ladi.
Yana bir narsa, safar davomida aytadilarki, nihoyatda xokisor bo'lish kerak, kamtar bo'lish kerak. O'zingizni yurtingizda siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar u joyda hamma teng endi. Allohning huzurida hammani holati bir xil. Hamma shu farz ibodatini bajarishlik uchun shu dargohga kelgan odamlar hisoblanadi. Demak, imkon qadar kamtarlik bilan boshqalarga doimo yordam qilishni g'amida bo'lish kerak. Chunki u joydagi odamlar siz bilan, siz atrofingizda yurgan odamlar oddiy odamlar emas. Hadislarda al-hajju val mu'tamir vaftulloh degan mazmunda shunaqa ko'rsatmalar bor. U hajga kelgan odam yoki umraga kelgan odamlar, bular Alloh taoloning mehmonlari degan mazmunda hadis shariflar bor. Demak, siz muomala qilayotgan odamlar bu Alloh taoloning mehmonlari ular. O'zingiz ham Alloh taoloning mehmonisiz. Demak, ular bilan chiroyli muomala qilishingiz kerak. Ularning lavozimi, ular faqirmi, boymi farqi yo'q. Ular bilan haqiqiy Allohning mehmoni bilan muomala qilgandek. Oddiy bir obro'si, martabaliroq odamni mehmoni bo'ladigan bo'lsa, unga qanday muomala qilamiz? Endi Allohning mehmoni dek zotlarga endi nihoyatda noziklik bilan, ehtiyotkorlik bilan muomala qilishligimiz kerak bo'ladi. Ba'zan shu safarda shunaqa bir pul sarflash holatlari bo'ladi. Bunaqa birovlarga xayr ehson qilinadigan holatlar, o'zingizni sheriklaringizga sal masalan holatlar ma'lum bo'ladi. Kimlardir biroz qo'li yupoqroq bo'ladi u joylarda ham. Misol uchun farzandlari yo unisi bunisi yuborgan bo'ladi, o'zida unaqa mablag' bo'lmaydi. Unaqalarga imkon qadar yordam qilish kerak. Misol uchun o'rtaga bir narsalar olish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu joylarda imkoniyati borlar shu sheriklariga hadiyalarni ulashib olish kerak. Chunki u joylarda qilinadigan ishlarga, savobli amallarga juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan. 2 rakat namozga Madina munavvaralarda 1000 rakat, u Makka mukarramalarda 100 ming rakatlar, undan ko'p ajr mukofotlar va'da qilingan. Demak, u joylarda qilingan xayr ehsonlarga ham xuddi shunaqa deydilar ulamolar. Demak, shunaqa xayr ehsonlar, savobli amallarda juda qattiq, ya'ni peshqadam bo'lib, u chiroyli holatda u joylarda ham katta bu tomonlardan ham savoblarni qo'lga kiritib olish kerak bo'ladi. Endi safarda shu samolyotga o'tirgandan keyin mabodo agar shu tushkungacha bir namozni vaqti qazo bo'ladigan bo'lsa, u samolyotda namoz o'qishga ham ulamolarimiz ruxsat berganlar. Agar alohida samolyotda namozga joy qilingan bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir samolyotlarda namozxonalari bo'ladi. Unda shu joylarga o'tib, chiroyli holatda tik turib, qiblaga yuzlanib, hamma joyini mukammal qilib, tahoratlarga ham agar sharoit bo'ladigan bo'lsa, tahoratlarni ham chiroyli qilib, mukammal xuddi uyingizda qanday bo'ladigan bo'lsa, u joyda sharoit bo'ladigan bo'lsa, shunday qilasiz. Agar samolyotda unaqa sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, namozxonasi bo'lmaydigan bo'lsa, demak u joyda o'tirgan joyingizda o'tirib, bir joy tomonni qasd qilib, imo ishora qilib namozni o'qisangiz bo'ladi. Hatto tahoratga sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, ulamolarimiz tayammum qilishga ham ruxsat berganlar. Mana shunday tayammum qilib, imo ishora bilan namoz o'qilinadi. Aslo namozni qazo qilinmaydi. Yana bir narsa, oxirgi tavsiyalardan biri, safar chog'ida doimo shu tasbihlarni o'zimiz bilan birga olib, shu astag'firulloh, subhanalloh, Allohu akbar yoki la ilaha illalloh yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish, ya'ni sallallohu alayhi rasulullohmi yoki boshqa salovatlarni doim tilimizni shunaqa narsalar bilan band qilishimiz kerak. Ehromga kirgandan keyin labbayk Allohumma labbaykni aytamiz endi. Nimaga? Chunki bu har bir qadamimizga juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan safarda yuribmiz. Demak, biz ibodat qilyapmizmi, ibodatdan tashqari bir joyga borishmi, kelishmi, avtobusda o'tirishmi, har bir daqiqamizni, har bir soniyamizni g'animat bilib, u zikr tasbihlarni qilib, duo qilinadigan joylarda o'zimizga, farzandlarimizga, bu ota-onamiz, bu yurtga, vatanning haqqiga, barcha bu xizmat qilayotganlarning haqlariga duo qiladigan bo'lsak, inshaalloh bu hajdan juda katta ajr mukofotlar bilan qaytamiz. Hurmatli azizlar, bugungi sizlarga aytmoqchi bo'lgan suhbatlarimiz shulardan iborat. Keyingi suhbatlarimizda inshaalloh Madina Munavvaraga borish, u joyda bajariladigan amallar, u joyda qilinadigan zikr tasbihlar va hokazo narsalar haqida suhbatlashamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.